5,5 yillik tajribamga ko'ra sifatli va sifatsiz kimyoviy vositalarni ajratamiz. Asperox turetskiy firma yog' qoldiqlari va dog'larga yaxshi. Kiyimli dog' ham ketkazadi. Sif yengil uborg, rakvina, vanna va gazga yaxshi. O'ndan 9. Azilit. Bunga ta'rif berish hojati yo'q, o'zi juda ham yaxshi ishini zo'r bajaradi. Azilit Pro bez rezka va zapxi. Hidi juda kuchli emas, sal pritorniy hidi bor. O'ndan 10. Gras anti-rjavchina. Mos qilardim, faqat vannaga ishlatinglar buni. Agar smestitsellarga adashib qo'yib yuborsanglar, qorayib qolishi mumkin. Sarg'ayib qolgan tuzlarga yaxshi. Azilit krem anti-nalyot. Gras hamma narsalari zo'r, lekin shu narsasi menga yoqmagan. Gazga vannaga ishlatsa bo'ladi deb yozilgan ishlatib ko'rganman, lekin natija 0. Oxirgi o'xshab bitta joyda qotib qoladi. Gras dos gel. Vanna rakvinani yaltillatib oqartirib qo'yadi. Mumiy olganda yaxshi. Gras anti-skoch. Marker ruchka skochdan qolgan qoldiqlarni tozalaydi. Gras dos spray. Umumiy olganda yaxshi. Narxi sal qimmatroq, har kunlik uborkaga yaxshi. Prям vau degan darajada emas lekin. Vanish для ручной чистки. Gilam uchun ideal vosita. Dog'larni ketkazadi va xushbo'y hid beradi. Agar bu qimmatli qilsa, buni olib ko'rishingiz mumkin, 15 ming so'm turadi. Dog'larni ham ketkazadi. Bu esa oq kiyimlar uchun mo'ljallangan. Domestos oqi, hidi sal o'tkirroq, vanna, rakvina, tualetlarga juda ham ideal. Hidi yaxshirog'ini xohlasanglar, shu ranglardan olishingiz mumkin. Delfin Magic gubka. Vannaga va pishi ideal. Vanna nomiga kir bo'lsa o'zi, agar juda kir bo'lgan bo'lsa, Domestos bilan birga ishlatsanglar juda ham ideal bo'ladi. Va oxirida o'zimizning xo'jalik kir sovunimiz. Oq kirlarni toza yuvadi, kerak bo'lsa dog'larni ham ketkazadi. Buni solib idish qaynatsanglar, idishingiz oppoq bo'lib chiqadi. Sizlarni eng yoqtirgan tozalash vositalari nima? Va qaysi biridan ko'ngilli to'lmagan? Kommentariyada yozib ketinglar.